Assalomu alaykum aziz va qadrli obunachilar va yurtdoshlar. Ko'pchilik talab va istagiga binoan 3 kuchlik original yaponskiy brend hisoblangan Nagasaki firmamizning 3 kuchli motoblokchasini sizlarga obzorini qilib o'tamiz. Bu motoblokchamizni ko'p joylarga 5 kuchli deyotgan ekan. Bu aslida 3 kuchli bo'ladi. Chunki katta motor qo'yilgani uchun bu 3 kuchli deyiladi. Bundan kichkinasi 2 kuchli, kichkinaginasi bo'ladi ham, u 2 kuchli hisoblanadi. Bu 5 kuchli bo'lmaydi. Ko'pchilik 5 kuchli deb sotadi. Shunisiga e'tibor beradigan joylaringiz. Buni narxlariga keladigan bo'lsak, 2 million so'mdan bitta ocharlan qilib beradi. 2 million so'mdan kelib xarid qilishingiz mumkin. 70 agatlaringizga, 50 agatlaringizga bemalol xizmat qilib beradi. Arig'ini ochib, kultivasiya ochar qilib beradi. Benziniga 1 litr benzinga 50 gram moyni qo'shib xizmat qilib beraveradi. Qo'sh filtrlari ham juda zo'r filtrlar jihozlangan. Ko'rib turganingiz ocharlari, tormoz qismlari, frezerlari, hamma narsasi mavjud. Balon, salon, hamma narsa. Bu original Nagasaki firmaning moli. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Ko'p joylarda sotilayotgan oddiy Xitoy molidan ancha aqlli ishlangan bo'ladi. 2 million so'mga kelib xarid qilishingiz mumkin. Bazadan, Optim bazadan xarid qilaverasiz. Like, podpiskani bosib qo'yishni unutmang. Jonlaring sog' bo'lsin.